buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borki Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Ustoz xush kelibsiz, Jo'rabekning qalbida ezgu tilaklarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizga rahmat kelganlaringiz uchun. Mirzo Karim aka avvalambor rahmat. Bundan necha yil oldinlar kutgan edik. Lekin mendan ko'plab do'stlarim yo u kunlar so'rar edi, to'y qachon deb. Balkim meni bular shoir deb aytgandir, balkim deb aytgandir. Shu